4-cü qism. Bir hafta bozorchilar va parcha setiqchilarning ishlarini tahlil qilib, qayta o'ylab, planlab, ko'ngliga ko'p ishlarni pukkan Turan Niso shanba kuni kechda etizdan yumuran yesivilak, chamg'ur ko'ki, karabshi deganlarni yulib, seriq quloqlarini elib onchi-munchi pokizlab, o'zi bozorda ko'rgan bog'lam ko'ktatlardan salla ortiq qilib bog'layolmadi. Shu chog'da ko'rvog'ini bo'yincha chig'irtmoq yo'pirmig'ini yerib, shuni yip o'rinda ishiltib, 60-70 bog'lam ko'ktat tayyorlab olgandan keyin ularni ayrim qilib o'g'it xaltasiga qachilab, o'ylisidagi etizga akilib nam yerga yotqizib qo'ydi. Atsi atiganda bozorchilardan burunroq yo'lga chiqqan Turan Niso xaltalarni yudib, piyoda xili uzun yo'l yurdi. Uning boshqa qo'shinlarnikiga o'xshash eshak harvasimi, velosipedimi yo'q edi. Faqat yo'ldan o'tib ketayotgan yaxshi niyatli kishilardan o'zini billa og'ach ketishni o'tinatdi va eri uyda bo'lmagan bu bir yildan beri bir yerga bora keladimi, moshunda qilib kelyotdi. Lekin ishlar mundaqmi ketavermaydi. Bugun u tunji qitim bozorga chiqilyotdi. Ishlar aplashib qolsa, bu savdoga kirishib qamlashtirib ketalisa, umu eshak harvasi yoki bo'lmasa, uchchoqliq velosipeddan birini oladi. U chaqda hech kimga yolurmaydi. Yana texi necha vaqtdan beri o'zini og'ach ketib, og'ach kelayotgan kishilarga qaytaranmagan rahmat javobini o'ziga o'xshash yordamga muhtoj kishilarga yaxshilik qilish orqali qaytaradi. Bir hisobda shumi bo'ladi. Texi shunda qaltis bo'ladi. Turan Niso bozor yo'liga kelib, ko'z chinida moshiya bo'ladi deb qarag'ach, 3 yo'l do'qmushini tanladi va xaltadagi ko'ktatlarni to'kib, bekolangan xaltadan birini yerga silib, ustiga ko'ktatlarni ratlik tizdi. Ondan yana bir xaltini ko'ktat ustiga yeb oftobdan dalda qildi. 3-chi xaltini daq yerga silib, ko'ktatlarga qarab, shu xaltining ustida o'ltirdi. O'tgan kechganlar uningga qaraydi. Ko'ktatlarga qaraydi. Uningga xuddi butun insonlar o'ziga qarayotgandek, kimlarningdir masxir qilayotgandek, o'zini bu holda ko'rsatishni xolamaydigan dushmanlari atoytan kelib, marab turib, mazoq qilayotgandek to'ylib, yurki siqildi. Birasimi bir bog'lam ko'ktat olay demagan siri ichi titildab, yig'i qistab ketdi. Lekin kun texi baldur edi. O'zi obayli kilovog'ini bilan odatdagi bozor kunlarida ikki qasnig'ida liqqida setiqchilar o'ltirdigan bu yo'lda shu topda o'zidan boshqa hech kim yo'q edi. Demak, boshqalar texi kelmagan. Turan Niso bu bozorga yangiyochi bo'g'ini bilan boshqa setiqchilar bozor qandoq chog'da qiziydi, qachon kelsa muvaffaq, bularni pishiq bilib ketgan. Hech kim ko'ktat setib olmag'ini shukanda. Xayriyat, bo'p qala. Shularni o'ylagan Turan Niso o'z ko'nglini ovundirdi. Osh vaqtdan sal o'tganda yeliq kunda ko'rgan va azaldan ko'rib boqmagan setiqchilar bir-birlab kelib, Turan Nisoning o'ng so'ldan yoki yo'lning udult qasnig'idan o'rin egallab o'tirishga boshladi. Ular Turan Nisoni ko'rib sal hayron qilishdi. Haqchan ko'rib boqmagan yo'chun bir ayolning o'zlarining sodisiga chang selayotganiga ochiq keldimi? Aytavur hammasi uningga yot nazarda so'g'u qarshiydi. Boshqalar uydan chiqmasdilla mushundoq bo'lishini xiyoliga keltirgan Turan Niso buningga ko'nishga tayyorlik ko'rib qo'ygandi. Bozor degan shundoq ye. Hammaning rizqi bor. Undaq ko'zda urib bas talishib ketmasimi, hammasiga ozdir ko'pdir savdo turdi. Oldingi hafta tafsiliy ko'rib, tahlil qilib shularni his qilgan u. Nemali bo'lmasin, bugungi bozordan bir natija bo'lishini ko'ngli pukkan Turan Niso ularga eran qilmaslikni, amal bor qaramaslikni tanladi. Ularmi Turan Nisoga bir qarab qo'yib, o'z ishi bilandi. Yezi bozorining ishlari shu. Shukchi hech kim hech nima olmaydi.
Bazarmı, sodachilarmı tushdan boshlab qiziydi. Bularni faqatla o'ylab boqmagan Turan Nisa ya suv, ya yigidek hech nima ilib olmagan. Uning ustiga atiganda uydan nashsizla chiqqandi. Usigan qursig'i ichib tortishib ketgan Turan Nisa shu bir ishni xam o'ylaganligini his qildi. Narsalarni tashlab qo'yib dikkidi berib kelay desa, bu yerdagilardan hech kimni tunimaydi. U narsalarni haq topshirgan bilan qarab qo'yamdi, qo'ymamdi. Bu bir gap. Yig'ishtirib hammani yudib mang'aydistik. Hech kim kelmasdi kelib egallab qo'ygan yerga haq o'ltirib oladi. Boshqa joylar to'shib ketib o'rin qolmagan tursa, aniqla shundoq bo'ladi. Lekin qursaqning g'alvisi yomon chiqayotgan paytda qanday qilish kerak? Vaqt to'limi osti o'tib o'tadi. Qursaq ichib ko'krab ketgan siri kun nayzi bo'yi o'rlab, otash taptini zaminga oyimay chechib o'tadi. Susuzluq, ochliq va issiqning dastidan mag'diri o'zilgan, lavlari gazbog'lab ketgan Turan Nisa atrofdagilarga qaradi. Hammasi ushaq-tushak yeydigan narsalar, qutuluq suvlarni ko'tarib olgan bo'lib, har holda qursaqni go'llab turg'idek narsalar bor. Ammo o'zi bozorga oldirab kelib, mo'shi ishni xam o'ylig'iniga pushaymon qildi. Xili bir chaq bo'lganda o'tgan kechgan xaridorlar yo'l qatori yoyimidagi ko'ktatlardan ancha-muncha elishga boshildi. Turan Nisa boshqalardek vaqirab xaridor jalb qilolmadi. Oldiq kelgan xaridorning qo'liga ko'ktatlardan uzitib, "Mavi yangi, ma yumran, buni olamsiz ya" degandek gaplar bilan qiziqtirolmadi. Faqat xaridor so'rag'anga javob berib, jimla o'ltirdi. Uning ko'ktat bog'limi boshqalarnikidan cho'ng, yaproqlari boshqalarnikidan yo'g'on va suxta edi. Uning buning yoymisidagi ko'ktatlarni mundoqli ko'rib beqib, Turan Nisoniki kelganda ishkilanmay baraqli nachi bog'lam setib olgan tunji xaridor uning ko'ziga boshqacha illiq, yiqimliq tuyulib keldi. Yuzi bilan tang ko'nglimi kuldi-yu, burun uchi etishib, yig'ilibatkili tasli qoldi. Shundaqdimi hissiyotini yo'shirib qilishga tirishib, levini tishlab oldi. Yaman bo'g'ini qursoq masalasini unutgan Turan Nisa satqan ko'ktatlarini qochilab berdiganga so'liyo xaltimi elevilishini butunlay unutgandi. U yangiyochilikning dardini obdalla tatadiganligini his qilib, xaridorlarning ko'zlariga xijillik bilan qaradi. Qo'lidagi ko'ktatlarni qochilab bering degan ma'nida tutib qarab turgan xaridormi Turan Nisoning gap qilmay turib qolganini ko'rib o'ng'aysizlandi. Aldirashliqda suliyov xalti ilib ekanman, qandoq qilamiz? Dedi u past ovozda levini bo'sh tishlab. "Manqaysizlar? Eyu xonnigidan bir tal ishlatib tursizlar? Buda o'tni yerim qilishib olalar." Xaridor shundoq debla bosh qo'lini so'zib, so'l tarafdagi yaymada ko'ktatlarning ustiga tashlab qo'yilgan suliyov xaltidan birini chaqqonlik bilan ajratib Turan Nisoga tangladi. Sol yaymaning egizi sal chiroyini g'ochchida turdi-yu, adab yusidan gap qilmay, xo'shyaqa xo'shyoqmas yejib qo'ydi. Tunji qitimliq sodada 8 yuanga ko'ktak satgan Turan Niso xaridor bergan bir dona 5 yuanlik va 3 dona 1 yuanlik pullarni siqim dedi. Uning ko'ngli illib, dunyoviy katta ishdan birini qilgandek iftixorlandi. U uzab ketayotgan xaridorning keyindan mamnuniyat bilan qarab turganda, sol yaymining egisi ayol uningga sapsilib diqqat qilib o'tadi. Bozorga tunji qitim kelishingizmi? Turan Nisa bu savoldan mangdab ovoz kelayotgan sol yaymiga qaradi va duduqlab javob berdi. Shundoq. Shunga Bozor deganga suliyov xalta, pishki poch pul, yeydigan, ichadigan, issiqlab qolsa yelpindiganni tayyor qilib, billa epkamisi mushunda chatig'ini chiqaradi.
Desem demisem, bayqı ayal paç pul bermey, çoğun pul bergen bolsa, qaytırgılı paç pulunuz mu yoxtuğu deymen. Turan Nisa kulaklarıgıca kızardı. Hoşunu yaymiçi rast deydi. Onun yançıgıda paç pul turmak, bütün pul mu yok. Bari yoku işküyen pul bilenle işikten çıkan tursa. Qandaq bilib aldıla. Dedi Turan Nisa o ayalga yeciyip gülüp. Mən mu tunji günü bazağa kelgende şunda bolğan. Sulyav xaltığı elib alğan, pulni işikten çıqıdığanda almaştırğan çapınımның yançıqıda unutup qapdımı. Kirağı pul yo'q, haqqı yalvurdim. Yenip ketaytsam bir muncha yo'l, ham bazardan qalaman. Yani kelib qaq 5 yil kaynimga yenip yursam soda xayrlik bo'lmasmish. Shuning bilan haq eshak arasida og'ash keldi. Kap bo'p yana xapiliq, sayag'an xaridag'i yondirg'ili pul yo'q, tunji soda yenib ketdi. İşkeylen ixtiyarsız külüp ketişti. Bilip bilmey bir hoşnisi bilen çıkışıp qalğan Turan Nisa'nın köngli yayrap ketkendi. Bayasat bo'ldi. Sizning xaltangizdan ishlatib qoldim. Kelar qitimda to'liqlab beray. Dedi Turan Nisa xijillik bilen. Voy voy, nemanchi tuzut amdi. Hech nim bo'lmaydi. Bazar degan shu, sizning hojtingiz menga tushidi, mening sizga. Ha, deyishib o'timiz shundaq. Ayal çoğurlap sözlep duratdı. Turan Nisa bunundan xeyli azad olup qaldı ve onun yaş duruplu aqarğan çekiге çaşlarına sep saldı. Siz nereden? Sorudu ayal köktatlarını rətligeş. Men Saybulaqdan, Silichu. Ben Döngbağdan. Sili de vermey siz dana. Şunda qeyri görünəm dikenmen ya. Ayalның tüzlü etqan gepleri Turan Nisa'nı xijil qıldı. O so'z kulib qo'yib gap qilmadi. Mening etim Tajixon, sizning etingiz nima? Turan Nisa. Uyay, chiroyliqini etingiz borkan mana. Obdan tunishib qoldik. Bozorchilikda mushundaq o'ltiraverib zerikudo odam. Go'ng'ir-mo'ng'ir qilg'ach o'ltirasiz amsa. Mengo anam kask tug'ib qo'yganli bir xotin. Gap bo'lsa qipli turma. Ma'qul. İşkeylen kelib ketayotgan xaridalarga qarg'ash xili paranglashdi. Ochliq va usuzliqqa zo'mu-zo chidayotgan Turan Nisa Tajixonni yaymisiga qartib qo'yib, berib azroq yeydigan narsa, suv, so'lyoq xaltalarni ekilishni o'yladi. Lekin xijilib ig'iz ocholmadi. Ammo tushdan keyin bo'lganda demay faqatla bo'lmadi. Chunki uning tardi qistab ketgan edi. Xon yarlig'i yomonmi, yon yarlig'imi degandek, boshqa ishqi mayli desimi, buningga undoq degil bo'lmaydi. Lekin uzoq surish mumkin bo'lmadi. Oxiri Tajixonga yiqira surilib, past ovozda so'rdi u. Aja, bu yerda hojatxona bormidi? Hojatxona? Ha, u dangning ichida bor. Qatani aylanib, keyin tarafdan o'tsangiz bo'ladi. Tajixon qo'lini so'zib sharatlab tushundirib qo'ydi. Beribli kelay, xafa bo'lmay Mavlaga qarab qo'ygan bo'lsangiz, avar qildim. Dedi u ayolning ko'zlariga umidlik qarab. Ha, berivering, men qarab qo'yma. Eshik harvillari qator tizilgan dangning to'ridagi boq silingan hojatxonda ishlarini bir taraf qilib chiqqan Turan Nisa fursatni ching tutib, necha darvoza yiroqlikdagi navoydin girdidan birini oldi. Ondan so'lyav xalti bilan suv izlab birdam cho'glab qoldi. Tasroq bir do'konni tepib oldiganlarni ilib olgan Turan Nisa boya ko'kda sotgan pulni ko'zi qiymay tasdiqni qashildi. Shundaqdimi qolgan umidini yaymida qolgan ko'kdotlarga bog'lab, oldirab qaytib keldi. Hojatxona izlab uyga ketib qoldimki debdi men. Xuymi uzoqda keldingiz? Dedi Tajixon oftobda qisilgan ko'zlarini texim qisildirib kulib. Xaridor kepti, saylaringizni setib qo'ydim. Puli xaltining tegida. Rahmat sizga, avar qipdiman. Yigidek bir narsa akilay deb sal hayol bo'lib qoldim. Dedi u epkagan girdini ushtib Tajixonga uzatqash. Elanga billi yeyli, boyili yoqqan yerdan issiq akeldim. Issiq girdining yiqimliq g'ori Tajixonning maylini tortdi. U takalluf qilmayla Turan Nisoning qo'lidagi kichikroq bir parcha girdini ep tishladi. Turan Niso Tajixon ko'rsatgan xaltaning tegidan pulni ep qarab edi.
10 yuanlikdan birisi, 1 yuanlikdan netisi bo'lib chiqdi. Pulni Tojixonning ko'zchili sanasa set turmusun deb avaylab yonchiqqa soldi. Va bu ishni gap yo'q qilib ketalaydiganligi texmi ishonch urg'idi. Kechga yaqin hamma yaymachilar ko'ktatlarni arzon setishga boshildi. Dastlabda bir bog'limini 5 modun, cho'ngroqlarning bir bog'limini 1 yuandan sotgan ko'ktatlarni mana endi hammasi kelishib olgandek 3ni 1 yuan, 4ni 1 yuandan setib o'tadi. Turan Nisoning ko'ktatlarimi oz qolgandi. Atrofdagilar undaq setib o'tgan yerda o'znikini bog'limi 1 yuan depli o'ltaqli bo'lmadi. Undaq sotqili ko'zi qiymadi. O'zining ko'ktatlari qip qilib boshqalarning setilib tugigili turdi. Kun potiman deb aldirash. Bozorchilarmi asta-asta tarqalishib o'tadi. Yana tutib o'ltasa, eshib qolgan ko'ktatlarni uyga olib ketishdan boshqa chora yo'q edi. Ish qilib, yuk olib, uyga qaytirib sesib ketgandan ko'ra, oz bo'lsin pulga yarsin deb o'ylagan Turan Niso boshqalarni do'rab bahona tushadi. Tojixonmi unda qilmang, bunda qilsangiz bo'ldi deb yurib, xeyli ishlarni uyutib qo'ydi. Shundoq qilib, tunji bozorning sodisini yomon emas qilib olgan Turan Niso 60 yuan pulni yanchiqqa silib, yerdagi xaltini g'ishtirib chiroyli qatlab, eshib qolgan non, suv, so'lyav xaltalarni bir xaltaga jamlab, Tojixon bilan xo'shlashib, uyda qolgan bolalarga ozroq yeydigan narsa ilib, oldirab uyga qarab yurib ketdi. Turan Nisoning ishiga pat-pat chekilib turgan bo'lib qoldi. Kimligini bilgilmaydigan, nima ishi borligini aniq demaydigan ba'zi zoti nokeslar uni oromida qo'ymadi. Bo'libmi bozorga berib kelib yurgandan boshlab uning keyinda ko'zlar texmi ko'payib qolgandi. Ayollar a'lariga yezi bo'lgan siri erlar Turan Nisoga hizi bo'lishdi. Buni sezganda Turan Niso allaqachon xeli ish chiqqan ko'ktatchi bo'lib qolgandi. Har haftaning oxiri tayyorlagan ko'ktatlardan 70-80 yuan kirim qilib, bolalarga uni buni ep beraligiga, yerlarning suv rasxodi, o'g'it puli, boshqa olvon yasoqlarning pullarini to'liginiga xo'sh bo'lib, ishlarini texmi yaxshilashga tirishib yurganda, eshak petidek qatirib qolgan bu nokeslar uning jahlini qaturdi. Uchiq gap qilib qattiq tegay desa kunduzlari yuz tutmaydi. Faqat Aliyatqu ma'lida tikanlik kirpidek ishiga oldiga o'nib qolgan. Mayli deydisa, oldingi yili bo'lgan ish yil ham yodida. Bo'ldigan ish bo'lganda tushundirsa hech kim ishonmaydi ekan. Yana texi yegan tayoqlar o'ziga. Yolg'iz ayolning beshida ish ko'p, keyinda gap so'z ko'p, ko'z va ig'iz ko'p. Shularni o'ylagan Turan Niso bu ishlarni kenit komitetiga inkos qilishni muvofiq ko'rdi va bir kuni ayollar mudiri bilan kent boshlig'ini izlab berib, ahvolni birma-bir bayon qilib, xilidan beri mushundoq ishga uchrayotganligini, oilasining oromligi buzilib, yuziga yoshurun tahdid paydo bo'lib qolganligini aytdi. Albatta, oldingi yili yuz bergan Habibulloh bilan Mamus Seriq voqeasida kenit kadrlari qandoqli ish bo'lsa, ishchiga tinib o'ltamay, tashkilni izlashni alohida topilgan. Bu gap yilimi uning yodida. Ayollar mudiri bilan kenit boshlig'i maslahatlashib, Turan Nisoning uyiga bir necha ayolni o'rlashtirdi va buni maxfiy tutdi. Ayollarga bu ishni hech kimga demay, yilonni o'rkitib qo'ymay qo'lga tushirish. Birisini qo'lga tushiribla qolganlarga ibrat qilish zarurligini topildi. U da 2 kun jimjit kutishdan keyin 3-chi kundagi jimjit oydin kechida Turan Nisoning ishiga yana urildi.